Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilarimiz. Ko'rib turganlaringdek, hozir biz Jizzax Shinray avtosaloni yonginasida turibmiz. Ko'rib turganlaringdek tashqariga pul topar avtomobillarni hamma modelidan chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yerda xohlasalaring yuk tashuvchi, xohlasalaring yo'lovchi tashuvchi avtomobillarimiz bor. Kelib bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Hozircha esa ichkarida to'liqroq ma'lumotni sizlarga berib o'taman. Qani, ketdik. Ichkariga kirib kelishingiz bilan sizlarni hamda chiroyli bo'lgan, hamma narx-navo bilan ham ko'rsatib qo'yilgan administrativniy joy kutib oladi. Birinchi bo'lib ko'zga tashlanadi, ya'ni SVM, bu ham Shinray modeliga kiradi. SVM G01 avtomobili. Dizaynlari Italiya dizaynda ishlangan, salonlari ham juda chiroyli. Bunga qisqacha to'xtalib, ichkari salonlari bilan bir ko'rsatib o'taman. SVM G01 avtomobilimizning saloni to'liq qora rangda ishlangan bu modelimiz va sifatli charm bilan qoplangan o'rindiqlar, sovutish, isitish tizimlari sideniyalarda va sensorli monitor, katta panoramali lyuk, elektronli rul, juda yumshoq, besprovodniy zaryadka va yaxshilab e'tibor qiling, skorslari faqat amerikanskiy gitarada joylashtirilgan. Avtomobilimizning narxiga kelayotgan bo'lsak, 265 million so'mni tashkil qiladi. Undan keyingi avtomobilimiz Shinray T32. Bu avtomobilimizni mebelchilarimiz, akvachilarimiz juda yoqtirishadi, sababi ishchilarni ham olib, xohlagan joylariga borib, xohlasa mebel terib yoki akvalarni chiroyli qilib terib olishlari mumkin. Yukxonasi ham mavjud. Yukxonasiga 2 tonnagacha yuk yetadi. Bemalol mebellar yoki akvalarni ortib ketishlari mumkin. Va uchinchi avtomobilimiz esa bu avtomobilimiz O'zbekistonning hamma joyini qamrab oldi deb bemalol aytaman. Chunki yangicha funksiyalar qo'shilgan, ikki tomoniga 100 talik gaz ballon qo'yilgan va benzin bak olib tashalmagan. Navarot pastroqqa, ya'ni chiroyli joyga o'rnatilgan, xalaqit qilmaydi va juda uzoq yo'lga bemalol minib ketishlaringiz mumkin. Qo'shbalon avtomobilimiz T30. T30 qo'shbalon avtomobilimizni, hatto yakkabalon avtomobilimiz ham yukxonasi bir xil bo'ladi razmeri, ya'ni 3.15 ga 1.72 razmerda bo'ladi. Qo'shbalonimizni kuchli tarafi 3 tonnagacha yukni bemalol ortib yura oladi. Yakka balonimizga kelsak, 2,5 tonna, 2 tonnagacha yukni bemalol ortib ola oladi. Avtomobilimizning salon qismiga kelsak, sensorli monitor, zadniy kamera, elektronli rul, juda yumshoq. Knopkalarimiz ham polni elektronik qilingan va kattaligiga kelsak, eski modellarga qaraganda ozroq o'zgartirish kiritilgan, ya'ni orqaga ko'proq yotadi. Oldingidek tikkaroq o'tirib bo'lsangiz, ko'p akalarimiz qiynaladi, ya'ni umurtqalarda rejasi bor akalarimiz juda qiynaladi. Shu narsasi ham o'ylab chiqilgan. Undan tashqari charm bilan, sifatli charm bilan ishlangan sideniyalar hamda kuchli konditsioner bilan jihozlangan. Va salon oxirida joylashtirilgan SVM G03 avtomobilimiz ham oilaviy sayohatlar va ish safarlarida juda qo'l keladigan avtomobil. Salonlari ham juda chiroyli. Hozir bir ko'rsatib o'tamiz. Bu avtomobilimizning salon qismi yashil va молочный rang bilan juda chiroyli ishlangan. Salon qismlari, skorlari ham o'zgacha zamonaviy qilib ishlangan. Bundan tashqari aqlli sensorli monitor, katta lyuk va 7 o'rindiqli to'liq charm bilan ishlangan o'rindiqlar bilan to'ldirilgan. Endi esa eng muhim qismi, ya'ni hammaga qiziq bo'ladigan qismi, narxiga kelsak, bu SVM G03 avtomobilimiz 239 million so'm. Yuqorida Shinray modellarimiz esa T30 avtomobilimiz yakka baloni 160 million so'm bo'lib va qo'shbalon gazli variantimiz esa 201 million so'm. Shinray T32 qo'sh kabinali avtomobilimiz esa 183 million so'm bo'lib, bu oy Shinray avtosalonimizda bonusli pullar e'lon qilingan, ya'ni bonusiga polik, har xil o'zingiz xohlagan rangdagi chexol, podnomer va benzin ham qo'shib berilgan. Kelib avtosalonimizdan xohlagan o'zingizga yoqqan avtomobilni xarid qilsangiz, ko'p turgan bonuslaringiz hammasi sizniki bo'lishi mumkin. Shoshilib qoling, 31 maygacha davom etadi.